Shu baletkani atigi 24 mingga zakaz qildim desam ishonasizlarmi? Yana o'sha sizlar sevgan raspakovka. Xitoydan zakaz qilgan narsalarimni birga ko'ramiz. Yangi tug'ilgan chaqalog'im bilan bu birinchi raspakovka videomiz. Videoga ham ovozlari tushib qolgan. Pinduoduo programmasiga kirsam, tovarlar juda ham katta skidkada turgan ekan. Hayron qoldim, hattoki kiyimlari 15-20 mingdan, даже undan ham arzon. Keyin srazu foydalanib zakazlar urib oldim. Kichkina lampani atigi 3 ming so'mga zakaz qildim. Qizimga shu baletkani atigi 24 mingga zakaz qildim desam ishonasizlarmi? Kачествоni qaranglar, вообще asar. Hali baletkani sezoni bo'lmasa ham, sal kunlar isiganda keyin bemalol kiydirsam bo'laveradi. Bu dvoykani-chi atigi 17 ming so'mga zakaz qildim. Narxini ko'rib deshovka narsa kelmasa bo'ldi degandim. Qaranglar, вообще zo'r bu narxga. Kargosi ham arzon, xavotir olmanglar. A bu dvoykachi, buni ham atigi 27 mingga zakaz qildim. Futbolkalarni materiallari ham HB, вообще yumshoq. Ustiga jinsovkasini ham qaranglar, asalligini. Bunaqa narxlarga nima deb o'ylaysizlar? Kачествоlar yaxshimi? Детский narsalarni juda ham yaxshi ko'raman. Qizimga kiyimlar olishlarini, shuning uchun polni qizimga olganman. Qaranglar, bu ko'ylakchani ham asalchaligini. Buni ham 21 ming so'mga zakaz qilganman. Вообще sevdim, kачествоsi ham shunaqangi zo'r ekan. Skidkalardan foydalanib, yana ko'p narsalar zakaz qilganman. Ular endi keladi. Xo'jayini menga ham narsalar zakaz qilib bering deganlar, ularga ham mashinasiga zakaz qilib berganman. Ular ham endi keladi. Agar siz ham Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling va kommentariyada Xitoy so'zini yozib qoldiring.